Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi bugungi kunda yoshlarga tarixiy manbalar haqida ma'lumot berish va ularning bu boradagi bilimlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Ayni paytda muzeyda Qarshining qadimgi manzili bo'lgan Yerqo'rg'on yodgorligidan topilgan sopol buyumlar kolleksiyasi mavjud. Bundan tashqari muzey fondida polyak rassomi Appelbaumning 100 dan ortiq noyob asarlari o'rin olgan. Unda Qashqadaryo vohasidagi me'moriy obidalar, ularning elementlari, dekorativ ishlardan namunalar, amaliy buyumlarni san'at darajasida ishlangan shakllarni o'z rasmlarida aks ettirgan. Bundan tashqari numizmatika bo'limida kumush mistangalar mavjud bo'lib, ular milodning 6-asrdan 15-asrlarga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga olgan. Qashqadaryo viloyat tarix va davlat muzeyi dastlab 1909-yilda o'lkashunoslik muzeyi sifatida tashkil topgan. Ya'ni bu Qarshi shahrining markazida joylashgan eski shahar qismida Xo'ja Abdulaziz madrasasi tarkibida o'z faoliyatini boshlagan. Boshlagan vaqtda, misol uchun 4000 dan ortiq eksponatlari mavjud bo'lsa, hozirgi kunda 39 dan ortiq eksponatlari mavjud. Muzeyimizda hozirgi kunda 4 ta bo'lim mavjud: tarix, xalq amaliy san'ati, eski muzey va arxeologiya bo'limlari. Bu bo'limlarda barchasida eksponatlar soni turlicha, ya'ni misol uchun tarix bo'limida, arxeologiya bo'limlarida misol uchun 30 dan ortiq eksponatlari mavjud bo'lsa, xalq amaliy san'ati bo'limida 2000 dan ortiq eksponatlari mavjud. Mazkur muzeyda eksponatlar asosida tarixiy yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar o'z ilmiy ishlarini olib boryapti. Shuningdek, ochiq eshiklar kunida maktab o'quvchilari ham viloyatimiz tarixi bilan yaqindan tanishyapti. Bir so'z bilan aytganda, ushbu muzey nafaqat madaniy, estetik, balki olis o'tmishning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumot berishi bilan ahamiyatlidir.